Xo'p, CCNA'da yana bitta cho'tki savol. 4 ta router berilgan va har bir routerda host tomoni, ya'ni userlarga ketadigan tomonida subnetlar berib qo'yilgan va bizga savol berilyapti. O'sha xo'p, o'sha tarmoq muhandisi yangi ofis uchun subnet yaratish berish kerak. Bu subnet 20 ta odamga moslashgan bo'lishi kerak. 20 ta, eng kamida 20 ta odamni sig'dira olish kerak. IP adres jihatdan shu 20 ta odamga yetadigan IP adresga subnet topib berish kerak deyapti. Qaysi IPv4 network and subnet mask combination does engineer assign to minimize wasting address? O'sha adresi uvol qilmagan holatda qaysi nimani adresi uvol qilmagan holatda qaysi tarmoq adresi va subneti bunga mos keladi deyapti. Demak, 20 ta hostga to'g'ri kelishi uchun javoblarni ko'ramiz. Bu yerda D deyilgan. Xo'p, bitta 20 ta odamga to'g'ri keladigan eng to'g'ri bo'lish bu yerda 16 ta qilsak, 16 ta qilsak bu to'g'ri kelmaydi. Bu 32 ta bo'ladi. Demak, 32 ta odamga yetadigan maska bu 27 ta maska bo'ladi. 27 ta maskani 255, ya'ni 10 lik ko'rinishda yozadigan bo'lsa 224 bo'ladi. 224 bo'ladi va bu subnetlarni anaqasi, bu subnetlarni orasida qanaqa farq bor? Orasida 0, keyingi tarmog'i 32 bo'ladi, keyingi tarmog'i 64 va keyingi tarmog'i 96, mana shunaqa ketadi. Xo'p, bizga berilgan mapdagi IP adresi 10, 25. Xo'p, to есть 255 ekan. 255, 32. 32 tarmoq. 32 tarmoq anaqasi, maskasi 27 bo'ladi. 27. Xo'p, 27 maska bu nima degani? 27 maska bu mana bunaqa degani. 255, 255, 255, 224. Xo'p. Bu 4-oktatga 3 ta o'tyapti-da, o'shancha 224 bo'lyapti. 4-oktatga x 1-oktat, 2-oktat x, 3-oktat yana x, 4-oktat, 4-oktatga bu 3 ta o'tyapti. 3 ta o'tyapti. Bu 3 ta o'tdi degani 128 da oldi, keyin 64, keyin 32 ni oldi degani. Buni qo'shsa 224 chiqadi mana. 224, demak, anaqasi maskasi 224 bo'ladi. Endi qarang, bu yerda ikkita javob berilyapti, 224 lik C va D javoblar. C javobga qarasangiz, tarmoq adresini 48 yozib qo'ygan. Bu 48 bo'lmaydi hech qachon. Bu 27 maskaniki mana bu ketma-ketlikda bo'ladi. Buni orasida 48 yo'qda, faqat 32 qo'shilib ketiladi. 2 ni qo'shsak, xo'p, 8, 128 bo'ladi keyingisi mana bu. 128. Bu yerda bu oraliqda, mana bu oraliqda 64 degan narsa yo'q. Har bitta subnet orasida 32 tadan IP adres, 32 tadan oraliq bor. Xo'p, shuning uchun har bitta etajga mos keladigan IP adres guruhi o'sha minimal hisoblaganda bu D javobga to'g'ri keladi.